ikkinchi amaliy mashg'ulotni boshlaymiz. Ikkinchi amaliy mashg'ulotimiz quyidagi mavzudan iborat. Line, ya'ni atrezik kesma buyrug'i. Geometrik obyektning koordinatalarini kiritish usullari, sichqoncha yordamida obyektni tahrirlash, chizmani xotirada saqlash va uni ochish. Mashg'ulot rejasi quyidagi tartibda tuzilgan. Birinchi, line, ya'ni atrezik kesma buyrug'ini o'zlashtiramiz. Ikkinchi, geometrik obyektning koordinatalarini kiritishning 4 ta usullarini ko'rib chiqamiz. Shundan so'ng uchinchi, sichqoncha yordamida obyektni tahrirlashni o'rganamiz hamda chizmani xotirada saqlash va uni ochish usulini birgalikda o'zlashtirib chiqamiz. Demak, birinchi kesma buyrug'ini sizlar bilan o'zlashtiramiz. Kesma buyrug'ining tugmasi mana shu ko'rinishga ega. Inglizcha agar klaviatura orqali kiritadigan bo'lsak, u avval ruscha versiyada ishlayotgan bo'lsak, albatta mana shu terini qo'yishimiz kerak bo'ladi. Hamda line so'zi teriladi klaviatura orqali, hamda enter tugma bosiladi. Shundan so'ng kesma buyrug'i yuklanadi. Yoki bo'lmasa ruscha versiyada ruschasiga atrezik so'zi terib kiritiladi klaviatura orqali va enter tugma bosiladi. Shundan so'ng kesma buyrug'i yuklanadi. Kesma buyrug'idan foydalanib ko'p hollarda kesma, siniq chiziq va ixtiyoriy ko'pburchaklar chiziladi. Kesmani AutoCAD tizimida ikki xil holatda chizish mumkin. Birinchi, ixtiyoriy o'lchamda, ikkinchi, aniq berilgan o'lchamda. Ixtiyoriy o'lchamda kesma faqat sichqoncha, ya'ni LM yordamida chiziladi. Yana eslatib o'taman, LM bu sichqonchaning chap tugmasi bir marta bosiladi. Aniq berilgan o'lchamdagi kesma nuqtalarining koordinatalari klaviatura orqali terib kiritiladi. Bizga ma'lumki, kesmaning faqat ikki uchlari bo'lib, ularni nuqtalar bilan belgilaymiz va ularning koordinatalarini klaviatura orqali terib kiritamiz. Hurmatli talabalar, mana demak birinchi ixtiyoriy o'lchamda nuqtaning koordinatalarini kiritish usulini ko'rib chiqamiz. Masalan, kesma buyrug'i berilgan. Mana kesma buyrug'ining tugmasi shunday ko'rinishga ega. Demak, line, atrezik, ya'ni kesma buyrug'i LM yordamida yuklanadi. Kesmaning birinchi nuqtasi chizma maydonining ixtiyoriy qismida LM yordamida kiritiladi. So'ng ikkinchi nuqtasi ham shu usulda kiritiladi. Buyruqdan chiqish uchun escape tugma bosiladi. Mana hozir biz AutoCAD dasturining klassik AutoCAD ishchi fazosini ochib oldik. Endi bu yerda biz kesma buyrug'ini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda kesma buyrug'ini ixtiyoriy o'lchamda chizish jarayonini o'zlashtiramiz. Buning uchun biz kesma buyrug'ini yuklashimiz zarur bo'ladi. Xo'p, kesma buyrug'ini demak 3 xil usulda yuklash mumkin. Birinchi, kesma buyrug'ining risovaniya panelida joylashgan kesma tugmasi orqali. Ikkinchi, menyular qatoridan risovaniya bo'limining ro'yxatini ochib, u yerdan atrezik buyrug'i yuklanadi LM yordamida. Bu sizlarga ma'lum edi. Endi uchinchi usulda buyruqlar qatoriga line yoki bo'lmasam atrezik so'zi klaviatura orqali terib kiritiladi va enter tugma bosiladi. Shu bilan kesma buyrug'i yuklanadi. Kesma buyrug'ini ixtiyoriy o'lchamda chizish uchun demak biz hozirgi vaqtda demak kesma buyrug'ining tugmasini, sichqonchani chap tugmasini, ya'ni LM yordamida yuklaymiz. Mana shu maydon chizma maydoni deb yuritiladi. Shu chizma maydonining ixtiyoriy qismida kesma chizamiz. Bu yerda bir narsaga e'tibor berish kerak. Demak, ekranning chap ostki qismida demak AutoCAD dasturining piktogrammasi berilgan, koordinata boshi aynan shu yer bo'ladi. 10 tomonga gorizontal holatda yo'nalish bu X koordinatasini aniqlab beradi. Vertikal holatda yuqoriga yo'nalish bu Y koordinatasini aniqlab beradi. Demak, masalan mana shu yerda ekranning ixtiyoriy qismida kursorni qo'yib turib, sichqonchaning chap tugmasini, ya'ni LM ni belgilayman. Mana 10 tomonga qarab
kursorni tortib yana sichqonchani chap tugmasini bir marta bosaman. Buyruqdan chiqish uchun escape tugmani yoki bo'lmasam enter tugmani bosaman. Mana ko'rib turganingizdek, kesma buyrug'idan foydalanib biz kesmani ixtiyoriy o'lchamda chizdik. Endi kesma buyrug'idan foydalanib biz siniq chiziqlar chizishimiz mumkin. Masalan, kesma buyrug'ini yuklab oldim. Mana bu yerga birinchi nuqtasini sichqonchani chap tugmani bosgan holda belgiladim. Mana ikkinchi nuqtasini belgiladim kesmani. Mana uchinchi nuqtasini belgiladim. Mana to'rtinchi, mana beshinchi va hokazo. Buyruqdan chiqish uchun enter yoki escape tugmani bosaman. Ko'rib turganingizdek, mana bu siniq chiziqni bizda kesma buyrug'idan foydalanib siniq chiziqni chizish imkoniyatiga ega ekanmiz. Yana uchinchi holat, demak kesma buyrug'ini yuklab turib biz yopiq siniq chiziq, ya'ni ko'pburchak chizishimiz mumkin. Masalan, mana shu yerda boshlanish nuqtasini LM yordamida belgiladim, chap tugmani bosdim. Mana shu yerga qo'yib turib yana bir marta sichqonchani chap tugmasi, ya'ni LM ni belgiladim. Mana uchinchi nuqtani belgiladim va boshlanish nuqtasi bilan tutashtirdim va escape tugmani bosdim. Mana ko'rib turganingizdek, demak ekranda bizda ko'p burchak hosil bo'ldi. Hozirgi bizning misolimizda bu uch burchakni tashkil qiladi. Demak, kesma buyrug'idan foydalanib kesma, siniq chiziq va yopiq ko'p burchaklarni chizish imkoniyatiga ega bo'lar ekanmiz. Hozirgi vaziyatda biz ixtiyoriy o'lchamda mana shu chizmalarni siz bilan birgalikda chizdik. Hurmatli talabalar, demak kesma buyrug'idan foydalanib biz birinchi usulda ixtiyoriy o'lchamda kesmani nuqtalarni koordinatalarini kiritgan edik. Endi ikkinchi usulni siz bilan ko'rib chiqamiz. Ikkinchi usulda aniq o'lchamda nuqtaning koordinatalarini kiritish. Buning uchun biz kesma buyrug'idan foydalanamiz. Demak, kesma buyrug'ining tugmasi shu shaklga ega. Demak, inglizcha nomi line, ruscha nomi otrezak. Kesma buyrug'i yuklangandan so'ng kesmaning birinchi nuqtasining koordinatalari klaviatura orqali terib kiritiladi. Bu yerda biz ikki o'lchamli, ya'ni ikkida chizmani chizayotganligimiz uchun avval nuqtaning x koordinatasini, undan so'ng y koordinatasini kiritamiz. Xo'p, undan so'ng uning ikkinchi nuqtasining koordinatalarini ham klaviatura orqali kiritamiz. Shu bilan berilgan o'lchamdagi kesma chizib olinadi. Buyruqdan chiqish uchun enter yoki escape tugma bosiladi. Hurmatli talabalar, endi ikkinchi mavzuga o'tamiz. Obyektning koordinatalarini kiritish usullari. AutoCAD tizimida har qanday ikkida o'lchamli obyekt nuqtasining koordinatalarini klaviatura orqali 4 xil usullarda kiritish mumkin. Mana shu 4 xil usuldan eng birinchi usulni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi usul absolut Descartes koordinatalar usuli. Bu usulda obyekt nuqtasining x va y koordinatalari koordinata boshi 0 ga nisbatan olinadi. Masalan, A nuqtaning koordinatasi quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi. A, x, y. Bu yerda x va y o'lchamlar A nuqtaning raqamlar bilan kiritiladi. Birinchi misol. Koordinatalari A 15,20, B 50,20 bilan berilgan AB kesma chizilsin. Demak, ushbu kesmani mana 2-1 chizmada ko'rib turibmiz. Demak, bu kesmani AutoCAD dasturida biz absolut Descartes koordinatalar usulidan foydalanib chizish talab qilinadi. Endi ushbu kesmaning A uchining koordinatalari 15-20 ga teng shartga ko'ra mana x koordinatasi 15 ga teng, y koordinatasi 20 ga teng. Bu koordinatalar virgul bilan bir-biridan ajralib turadi. B nuqtaning koordinatasi esa 50 ga, y koordinatasi 20 ga teng bo'lib turibdi. Demak, buni AutoCAD dasturida chizganimizda koordinata boshi 0 ga nisbatan olinadi. Demak, A nuqtaning x koordinatasi 15 mm ga teng, y koordinatasi esa mana chizmada ko'rib turibsizlar 20 mm ga teng bo'lib turibdi.
Demak, birinchi navbatda kesma buyrug'i yuklanadi. Kesma buyrug'i yuklangandan keyin buyruqlar qatorida line первая точка so'zi chiqadi. Bunda demak AutoCAD dasturi bizga birinchi nuqtaning koordinatasini kiritishni so'raydi. Bunga javoban biz A nuqtaning koordinatalarini kiritamiz. 15 20 mana 15 20 kiritildi va ular vergul bilan ajratildi hamda kiritilgandan so'ng enter tugma bosiladi. Shundan keyin AutoCAD dasturi следующая точка или отменить deydi. Ya'ni keyingi nuqtani kiriting yoki bo'lmasa bekor qiling deydi. Shu vaziyatda biz B nuqtaning 50-20 koordinatasini klaviatura orqali terib kiritamiz va enter tugmani bosamiz. Shu bilan talab qilingan kesma chizib olindi. Buyruqdan chiqish uchun escape tugmani bosib buyruqdan chiqamiz. Mana hurmatli talabalar, biz AutoCAD dasturining klassik AutoCAD interfeysini, ya'ni ishchi fazosini o'rnatib oldik. Bu yerda bizga mana shu rasmni men sizga qulaylik tug'ilishi uchun qo'yib qo'ydim. Mana shu kesmani biza hozir absolyut usulda kiritishimiz kerak koordinatalar. Buning uchun birinchi navbatda kesma buyrug'i yuklanadi. Рисование panelidan, ya'ni chizish panelidan отрезок buyrug'i yuklanadi. Mana yukladik. Endi AutoCAD bizdan первая точкani so'rayapti. Mana dasturda ko'rib turibsizlarki, line первая точка. Demak, biz klaviatura orqali 15,20 ni kiritishimiz kerak. Mana buyruqlar qatoriga 15,20 klaviatura orqali kiritdik va enter tugmani bosamiz. Keyingisida AutoCAD demak dasturi bizga mana birinchi nuqtani ko'rsatdi. Endi keyingi следующая точка или отменить. Bu yerda biz B nuqtaning 50-20 koordinatalarini kiritishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun buyruqlar qatorida terib olamiz klaviatura orqali 50,20 va enter tugmani bosamiz. Buyruqdan chiqish uchun escape yoki enter tugmani bosamiz. Ikkinchi misolni ko'rib chiqamiz. Koordinatalari bilan berilgan S 2540 D nuqta 120 80 berilgan S'da kesma chizilsa. Demak, S'da kesmaga e'tibor bersanglar, chizmaga qarab turib. Demak, bu yerda S'da kesmamiz og'ma vaziyatda joylashgan. Oldingi misolda esa u chizig'imiz gorizontal holatda joylashgan edi. Endi demak buni ham absolyut Descartes koordinatalar usulidan foydalanib ushbu og'ma chiziqni chizishimiz zarur bo'ladi. Demak, S nuqtaning koordinatalari x koordinatasi 25 ga teng, y koordinatasi 40 mm ga teng. Mana chizmadan ko'rib turibsizki, koordinata boshiga nisbatan 25 mm x koordinatasi hamda y koordinatasi demak 40 mm ga teng. Mana. Demak, birinchi navbatda dastur qanday tuziladi? Dastur tuzishdan avval biz kesma buyrug'ini yuklab olishimiz kerak. Mana demak bizga ma'lum risovani, ya'ni chizish panelida kesma buyrug'ining tugmasi mana shunday shaklga ega. Inglizcha nomini kiritsak, demak mana shunday vaziyatga kiritishimiz kerak. Ruscha bo'lsa отрезок so'zini teramiz. Shundan so'ng buyruq yuklanadi. Ya'ni aniqroq qilib aytganimizda line buyrug'i kiritiladi. Birinchi dasturda S nuqtaning 25-40 koordinatalari klaviatura orqali terib kiritiladi va enter tugma bosiladi. Undan so'ng bizdan следующая точка или отменить talab qilinadi. Bunda biz navbatdagi nuqta D nuqtani beramiz. D nuqtaning koordinatasi 120,80 ga teng. Demak, mana 120 x koordinatasi vergul y koordinatasi 80 klaviatura orqali terib kiritamiz va enter tugmani bosamiz. Kesma chizib bo'lindi, talab bajarildi. Undan so'ng buyruqdan chiqish uchun albatta escape yoki bo'lmasam enter tugma bosiladi. Mana klassik AutoCADda ishchi fazosi o'rnatilgan. Mana shu berilgan bizga kesmani chizishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun masalan birinchi navbatda kesmani qizil rangini tanlab olishimiz kerak.
Demak, xususiyatlar panelidan rang tanlaymiz. Masalan, qizil rang oldik. Undan so'ng chiziqni turi uzluksiz va chiziqni yo'g'onligi masalan 0.3 mm tanlaymiz hamda mana shu yerdagi tugma отображение линий в соответствии весами, ya'ni chiziqni qalinliklarini ko'rsatish tugmasini bosamiz. Kesmani chizish uchun birinchi navbatda biz kesma buyrug'iga kirishimiz kerak. Chizish panelidan kesma buyrug'ining tugmasi LM yordamida yuklanadi. Undan so'ng S nuqtaning koordinatalari 25-40 klaviatura orqali terib kiritiladi. 25,40. Undan so'ng Enter tugma bosiladi. Keyingi D nuqtaning koordinatasi 120 va 80 mm teng. Demak, klaviatura orqali 120,80 terib kiritiladi va Enter tugma bosiladi. Mana ko'rib turganingizdek, demak, talab qilingan kesmani berilgan o'lchamlarda chizib oldik. Endi buyruqdan chiqish uchun Escape tugma bosiladi. Uchinchi misol, berilgan o'lchamdagi to'rtburchak chizilsin. Demak, to'rtburchakni avval tahlil qilib olamiz. To'rtburchakning 4ta uchlari bo'lib, ular A, B, C, D nuqtalar bilan belgilangan. Demak, A nuqtaning X koordinatasi 30, Y koordinatasi 40 mm ga teng. B nuqtaning X koordinatasi 130, Y koordinatasi 40 mm ga teng. Mana chizmadan ko'rinib turibdi, e'tibor beringlar. Demak, 30 ga 40. 130 ga 40 mana. S nuqta 130 ga 90 hamda D nuqta esa 60 ga 90 mm o'lchamlarga teng bo'lyapti. Buni chizish uchun biz avval kesma buyrug'ini yuklaymiz. Sizga ma'lum kesma buyrug'ini qanday qilib yuklash. Demak, buyruq yuklangandan so'ng A nuqtaning X 30, 40, Y 40 bo'lgan raqamlar klaviatura orqali teriladi. 30,40 va Enter tugma bosiladi. Ikkinchi, B nuqtaning koordinatalari 130,40 terib kiritiladi va Enter tugma bosiladi. Uchinchi, S nuqtaning 130,90 koordinatalari kiritiladi va Enter tugma bosiladi. Undan so'ng D nuqtaning 60,90 koordinatalari klaviatura orqali terib kiritiladi va Enter tugma bosiladi. Undan so'ng bizda ikkita imkoniyat bor. Birinchi imkoniyat A nuqtaning 30,40 klaviatura orqali terib Enter tugmani bossak, mana shu qismi chiziladi. Yoki bo'lmasam ikkinchi imkoniyat bu uning zamknut opsiyasidan foydalanish. Zamknut opsiyasidan foydalanish uchun sichqonchani 10 tugmasi bosiladi va sichqonchani 10 tugmasi bir marta bosilganda u RM bilan belgilanadi. Hamda RM bilan belgilaganingizda ro'yxat ochiladi. Ro'yxatning zamknut opsiyasi LM yordamida belgilanadi. Shu bilan bu yopiq to'rtburchak shaklni tashkil etadi. Mana bizga klassik AutoCAD'ning ishchi fazosi berildi. Endi mana shu ishchi fazoda biz berilgan to'rtburchakning koordinatalari bo'yicha uni chizmasini chizishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun mana bizda qizil rang o'rnatilgan. Masalan, rangini qizil qilib chizadigan bo'lsak, hamda chiziq turi bizda uzluksiz to'g'ri chiziq, mana uzluksiz to'g'ri chiziqlardan iborat, hamda yo'g'onligi 0.3 mm tanlangan. Endi buni tomonlari kesmalardan iborat bo'lganligi uchun kesma buyrug'idan foydalanib chizamiz. Kesma buyrug'i yuklanadi. Kesma buyrug'ini yukladik. Klaviatura orqali A nuqtaning koordinatalarini kiritamiz. 30 ga 40. Mana line первая точка deyapti. Demak, bu yerda 30,40 klaviatura orqali teriladi va Enter tugma bosiladi. Undan so'ng B nuqtaning koordinatalari 130 ga 40 mm, 130,40 terib kiritiladi va Enter tugma bosiladi. Undan so'ng S nuqtaning koordinatalari 130,80
90 terib kiritildi va enter tugma bosildi. Undan so'ng D nuqtaning koordinatalari 60,90 terib kiritildi va enter tugma bosildi. Endi bu yerda bizda yana bitta imkoniyat bor. A nuqtani mana shunday vaziyatda o'lchamsiz kursorni qo'yib turib elim bilan belgilab qo'yishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam aynan A nuqtani koordinatalarini klaviatura orqali bu yerda terib kiritishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam sichqonchani 10 tugmasini bosamiz. Sichqonchani 10 tugmasi RM bilan belgilanadi va bu yerdan zamknut opsiyasi tanlanadi. Mana zamknut opsiyasi tanlandi. Mana shu zamknut opsiyasida bu ko'p burchak yopiq holatda bajariladi. Bizga 4-misol berilgan o'lchamdagi to'g'ri to'rtburchak chizilsin. Demak, to'g'ri to'rtburchakni mana chizmadan ko'rib turibsizlar. Uning balandligi 60 mm ga teng, uzunligi esa 90 mm ga teng. Buni ham biz yana o'sha absolut Descartes koordinatalar usulidan foydalanib chizishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun A, B, C, D nuqtalarini koordinatalarini kiritishimiz zarur. Buyruq yuklangandan so'ng albatta buyruqni yuklashimiz kerak. Birinchi A nuqtaning koordinatasini klaviatura orqali 40,30 terib kiritamiz va enter tugmani bosamiz. Undan so'ng B nuqtaning koordinatalarini kiritamiz 130 ga 30, 130,30 terib kiritamiz va enter tugmani bosamiz. C nuqtaning koordinatalari 130 ga 90. Demak 130,90 terib kiritamiz va enter tugmani bosamiz. So'ng D nuqtaning koordinatalarini kiritamiz 40 ga 90. 40,90 terib kiritiladi va enter tugma bosiladi. Endi biz bu yerda yana zamknut opsiyasidan foydalanamiz. Eng qulay opsiyalardan biri. Demak, RM sizga ma'lum, sichqonchaning 10 tugmasi bosiladi. 10 tugma bosilgandan keyin uning ro'yxati ochiladi. Mazkur ro'yxatdan zamknut opsiyasi LM yordamida tanlab olinadi. Shu bilan to'g'ri to'rtburchak, berilgan o'lchamdagi to'rtburchak chiziladi. Mana bizga klassik AutoCAD'ning ishchi fazasi berilgan. Mana shu ikki o'lchamdagi 60 ga 90 bo'lgan to'g'ri to'rtburchakni chizish talab qilinadi. Yana o'sha absolut Descartes koordinatalar usulidan foydalanib. Buning uchun biz yana rangini tanlab olishimiz mumkin. Demak, bu rangni tanlaganda xususiyatlar panelidan tanlaymiz. Demak, pastloy mana buni ochsak rangini beradi. Masalan, hozirgi vaziyatda biz mana siniy, ya'ni ko'k rangni tanladik. Chiziq turi uzluksiz, chiziq turi shu yerda mana continuous, uzluksiz chiziq tanlangan. Mana bu chizig'imiz esa shtrix chiziq. Endi chiziqning yo'g'onligi aynan shu qismidan bo'limdan tanlanadi. Masalan 0,3 mm tanlaymiz. Bu yerda buni qalinligini nima qilib belgilab qo'yishimiz uchun albatta отображение линий в соответствии весами belgilab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Tomonlari kesmalardan iborat bo'lganligi uchun to'g'ri to'rtburchakni biz mana shu kesma buyrug'idan foydalanamiz. Avvalambor kesma buyrug'ini yuklaymiz. LM yordamida yukladik. Endi A nuqtaning koordinatalarini kiritamiz. Demak, 40,30 klaviatura orqali terib kiritiladi mana shu yerga. Undan keyin enter tugma bosiladi. Birinchi nuqtaning koordinatasi kiritildi. Endi ikkinchi B nuqtaning koordinatasini kiritishimiz kerak. Bu 130 ga 30 enter tugmani bosamiz. Undan so'ng C nuqtaning koordinatasini kiritishimiz kerak. C nuqtaning x koordinatasi 130 ga teng. Virgul qo'yamiz hamda y koordinatasi 90 mm ga teng. Enter tugmani bosamiz. Hamda endi D nuqtaning koordinatasi esa 40,90 ga teng. Enter tugmani bosamiz. Shundan so'ng biz yana o'sha sichqoncha yordamida buni yopishimiz mumkin. Birinchi usul, ikkinchi usul A nuqtaning koordinatalarini kiritib yopishimiz mumkin. Eng yaxshi variantlardan biri
bu zamknut, ya'ni mana bu zamknut opsiyasidan foydalanish. Zamknut opsiyasini foydalanish uchun biz sichqonchani 10 tugmasini bosamiz, ya'ni RMni belgilaymiz. Bosganimizdan so'ng bizda ro'yxat ochiladi. Mazkur ro'yxatdan zamknut opsiyasi tanlanadi LM yordamida. Shu bilan berilgan o'lchamdagi to'g'ri to'rtburchak chizib olinadi va qo'yilgan talab bajariladi. Mana birinchi usulda siz bilan biz 4 ta misolni ko'rib chiqdik. Absolut Dekart koordinatalar usulini. Endi ikkinchi usulni o'zlashtirishga o'tamiz. Ikkinchi usul nisbiy Dekart koordinatalar usuli deb yuritiladi. Ushbu usulda obyekt nuqtasining koordinatalari so'nggi kiritilgan nuqtaning koordinatalariga nisbatan olinadi va u quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi. Kuchukcha x virgul y, bu yerda kuchukcha so'nggi kiritilgan nuqtaning koordinatalarini 0 ga teng deb o'qiydi. X va y kiritiladigan nuqtaning son qiymatidagi koordinatalari bo'lib xizmat qiladi. Birinchi misol, berilgan o'lchamdagi AB kesma chizilsin. Kesmaning A nuqtasi va B nuqtasi berilgan. Ikki kesma orasidagi masofa 60 mm ga teng. Bu yerda ko'rib turibsizki, chizmadan AB kesma gorizontal holatda joylashgan. Bu kesmani chizish uchun berilgan o'lchamda, demak biz avvalo kesma buyrug'iga yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Kesma buyrug'i yuklangandan so'ng A nuqta chizma maydonining ixtiyoriy qismida LM bilan belgilanadi. Istagan joyingizda belgilashingiz mumkin, sichqoncha yordamida. Undan so'ng ikkinchi B nuqtaning koordinatalarini kiritishimiz kerak. Mana bu A nuqtani 0 deb o'qishi uchun biz kuchukchani kiritamiz. Mana dasturda kuchukcha uzunligi 60 mm ga teng, Y koordinatasi 0 ga teng. Mana kuchukcha 60,0 terib kiritiladi va enter tugma bosiladi. Enter tugma bosilgandan keyin dastur bizdan yana keyingi nuqtani kirit deb kutib turadi. Bunday holda biz kesmani chizib bo'lganligimiz uchun yana bir marta enter tugmani bosib buyruqdan chiqamiz. Mana bizga AutoCAD dasturining klassik istifazosi berilgan. Bu yerda hozir AB kesmani gorizontal holatdagi kesma uzunligi 60 mm teng bo'lgan kesmani chizish talab qilinadi. Nisbiy Dekart koordinatalar usulidan foydalanib. Buning uchun biz birinchi navbatda masalan rangini tanlab olamiz. Rangini masalan mana siniy, ya'ni ko'k qilib tanladik. Chiziq uzluksiz chiziq. Uzluksiz tanlangan, qalinligini 0,3 mm qilib olyapmiz. Buning uchun bu kesma buyrug'idan foydalanib chiziladi. Mana kesma buyrug'i sizga ma'lum. Birinchi navbatda kesma buyrug'i LM yordamida yuklanadi. Yukladik. Endi dasturda aytilyapti line первая точка. Birinchi nuqtaning koordinatasini kiritib o'tirish shart emas. Mana shu hammasi, demak bizda chizma maydoni istagan joyimizda A nuqtani LM yordamida belgilashimiz mumkin. Ya'ni masalan mana shu yer menga qulay bo'ldi. Sichqonchani chap tugmasini bir marta bosdim, mana belgilab oldim. A nuqtani belgilab oldim shu yerda. Endi B nuqtaning koordinatalarini kiritish talab qilinadi. Buning uchun biz kuchukchani teramiz. Ya'ni buning uchun shift 2 raqam terilsa bizda kuchukcha belgisi qo'yiladi. Kuchukcha belgi qo'yilgandan keyin kesmaning uzunligi 60, ya'ni x koordinatasi 60 virgul y koordinatasi 0 ga teng. Klaviatura orqali terib kiritiladi va enter tugma bosiladi. Mana chizib oldik. Davomida bir marta enterni bosdik, endi ikkinchi enterni bosadigan bo'lsak, bu buyruqdan chiqadi. Mana shunday qilib nisbiy Dekart koordinatalar usulida kesmani chizish mumkin. Mana ikkinchi misol berildi. Berilgan o'lchamdagi to'rtburchak chizilsin. Mana chizmadan ko'rib turibsiz to'rtburchak shaklini. A nuqta, B nuqta, C nuqta, D nuqtalarning koordinatalari berilgan. Endi bu yerda A dan B gacha bo'lgan masofa 120 mm ga,
B'dan C'gacha bo'lgan masofa 80 mm ga, C'dan D'gacha bo'lgan masofa 70 mm ga teng. Mana shu to'rtburchakni nisbiy koordinatalar usulidan foydalanib chizishda biz demak avval nima ish qilishimiz kerak bo'ladi? Birinchi navbatda line ya'ni kesma buyrug'ini yuklab olamiz. Yuklab olganimizdan keyin birinchi A nuqtani chizma maydonining istagan joyida kursorni qo'yib turib LM bilan belgilaymiz. Ya'ni chap tugma bosiladi. Birinchi nuqta ma'lum bo'ldi. Endi ikkinchi nuqtani aniqlash uchun biz ikkinchi nuqtaning koordinatalarini kiritamiz. Uzunligi demak 120 mm teng, x kuchukcha 120,0. Chunki y koordinatasi 0 ga teng bo'lib turibdi. Klaviatura orqali kuchukcha 120,0 teriladi va enter tugma bosiladi. S nuqtani topish uchun demak biz birinchi navbatda mana bu koordinata B nuqtani 0 ga aylantirib yuborish uchun kuchukchani belgilashimiz kerak bo'ladi. Kuchukchani teramiz. Undan keyin x koordinata 0 bo'lganligi uchun 0, balandligi demak 80 ga teng. 80 ni kiritamiz va enter tugma bosamiz. Mana uchinchi qilgan ishimiz. Kuchukcha 0,80 va enter tugma bosiladi. Undan so'ng D nuqtani aniqlashimiz kerak. D nuqtamizni aniqlash uchun biz yana kuchukchani teramiz, chunki S nuqtani 0 ga aylantirib yuborishimiz kerak. Xuddi bir koordinata boshidek bo'lib qoladi bu. Shunda kuchukchani terdik. Undan keyin -70 agar chap tomonga hamda past tomonga yo'naltiradigan bo'lsak, yo'nalishi unda minus ishorasi qo'yamiz. Demak, -70,0 y koordinatasi 0 ga teng bo'ladi, x koordinatasi -70 ga teng bo'ladi, chunki chap tomonga qarab yo'nalyapti. Agar minussiz qo'ysangiz, unda kesmani 10 tomonga tortib chizib yuboradi. Enter tugmani bosamiz. Undan so'ng yana A nuqta bilan belgilashimiz kerak. Birinchi navbatda biz sizga ma'lum, istasak kursorni shu yerga qo'yib turib obyektlarni bog'lagandek bog'lab tutashtirib yuborishimiz mumkin. Eng yaxshi optimal usullardan biri bu sichqonchani 10 tugmasini bosish, ya'ni u RM bilan belgilanadi va bosganimizdan keyin uning ro'yxati ochiladi. Mazkur ro'yxatdan zamknut opsiyasi tanlanadi. Zamknut LM bilan belgilangandan so'ng bu A uchi bilan tutashtirib qo'yadi va yopiq to'rtburchak hosil bo'ladi. Mana demak ikkinchi misolni chizishga o'tamiz. Sizga ma'lum, AutoCAD dasturining klassik AutoCAD ishchi fazosi o'rnatilgan. To'rtburchakning o'lchamlari ma'lum. Biz buni nisbiy Descartes koordinatalar usulidan foydalanib chizishimiz lozim bo'ladi. Ostida uning dasturi keltirilgan. Demak, buning uchun tomonlari uning kesmalardan tarkib topganligi uchun rangini tanlashni bilamiz. Masalan, hozir biz bu yerga siniy, ya'ni ko'k rangini tanlab qo'ydik. Uzluksiz chiziq, qalinligi 0,3 mm ga teng. Kesma buyrug'ini yuklaymiz. Kesma buyrug'i yuklandi. A nuqta mana shu chizma maydonining istagan qismida boshlashimiz mumkin. Masalan, mana shu yerga kursorni qo'yib turib chap tugmani bosaman, ya'ni LM deb belgilardik. Mana belgiladik mana birinchi nuqtani. Endi sichqonchaga tegmaymiz. Birinchi B nuqtani koordinatasini kiritamiz. A nuqtani 0 ga o'tkazib yuborish uchun albatta kuchukchani beramiz. Klaviatura orqali Shift +2 bosamiz va bizga mana kuchukchani shaklini berdi. Kuchukchani kiritdik. 120 x koordinatasi virgul y koordinatasi 0. Klaviatura orqali terib kiritdik va enter tugmani bosamiz. Endi S nuqtaning koordinatalari B nuqtani 0 ga aylantirib yuborish uchun yana Shift bilan 2 ni bossak, bizga kuchukchani beradi. Undan so'ng x koordinati 0, virgul y koordinatasi 80 ga teng. Klaviatura orqali terib kiritamiz va enter tugmani bosamiz. Undan so'ng D nuqtani koordinatalarini kiritamiz. Buning uchun yana kuchukchani kiritamiz. Kuchukchani kiritganimizning yana sababi shundan iboratki,
S nuqtani 0 ga aylantirib yuboramiz. Demak, kuchukchani terdik. Chap tomonga kursor yo'nalayotganligi uchun -70 x koordinatasi virgul y koordinatasi 0 ga teng. Mana 0 kiritdik va enter tugmani bosdik. Endi eng yaxshi usul, optimal usul RM, ya'ni 10 tugmani bosamiz, ro'yxat ochiladi va bu yerdan zamknut opsiyasi tanlanadi. Mana demak, berilgan o'lchamdagi to'rtburchak chizildi. Demak, mana shu yerda biz buning dasturini keltirganmiz. 3-misol, berilgan o'lchamdagi to'g'ri to'rtburchak chizilsin. Demak, biz buni yana nisbiy Dekart koordinatalar usulidan foydalanib chizamiz. Berilgan chizmada ko'rib turibsizlarki, A dan B gacha bo'lgan masofa 120 mm teng, A dan D gacha bo'lgan masofa 80 mm teng. Tomonlari kesmalardan iborat bo'lganligi uchun biz demak kesma buyrug'idan foydalanib chizamiz. A nuqtani chizma maydonining ixtiyoriy qismida elem yordamida kiritamiz. B nuqtaning koordinatalarini kiritamiz. B nuqtaning koordinatalari kuchukcha 120,0. Mana dasturda kuchukcha 120,0 terib kiritiladi va enter tugma bosiladi. S nuqtaning koordinatalari kuchukcha 0,80 terib kiritiladi va enter tugma bosiladi. Undan so'ng D nuqtaning koordinatalari kuchukcha -120,0 terib kiritiladi va enter tugma bosiladi. Endi buni D nuqtaga yetib keldik. D nuqta bilan A nuqtani tutashtirish uchun sichqonchaning 10 tugmasi bosiladi. Ochilgan ro'yxatdan zamknut opsiyasi tanlanadi. Shu bilan talab qilingan to'g'ri to'rtburchak chizib olinadi. Mana hurmatli talabalar, demak hozirgi ko'rgan misolimizda AutoCADning ishchi, ya'ni klassik AutoCAD ishchi fazosida chizishga o'tamiz. Buning uchun bizga ma'lum tomonlari kesmalardan iborat bo'lganligi uchun kesma buyrug'ini yuklaymiz. Bundan oldin biz buni rangini tanlab olishimiz mumkin. Masalan, rangini mana qizil rang qilib tanlab oldim. Chiziqni qalinligi masalan 0,3 mm qilib oldim. Kesma buyrug'ini yuklayman. Kesma buyrug'ini yukladim. Chizma maydonining ixtiyoriy qismida A nuqtani belgilayman. Masalan, mana shu yer menga qulay keldi, mana A nuqtani belgiladim. Endi keyingi B nuqtaning koordinatasini kiritish kerak. B nuqtaning koordinatasi kuchukcha 120,0 ga teng. Enter tugmani bosamiz. Undan so'ng S nuqtaning koordinatasi kuchukcha 0,80 klaviatura orqali terib kiritiladi va enter tugma bosiladi. Navbatdagisi, demak D nuqtaning koordinatasi kuchukcha -120,0 ga teng. Enter tugma bosiladi. Endi A nuqtani biz istagan usulimizda tutashtirib qo'yishimiz mumkin. Obyektlarni bog'lash usulidan foydalanib yoki bo'lmasam eng qulay usul sichqonchaning 10 tugmasi bosiladi va zamknut opsiyasi tanlanadi. Shu bilan demak talab qilingan to'g'ri to'rtburchak chizib olindi. Endi buni o'lchamini hozir biz siz bilan tekshirib ko'ramiz. Demak, o'lchamni aniq qo'yganmizmi? Demak, hozirgi vaziyatda A dan B gacha bo'lgan masofa bizda mana 120 mm ga teng. S dan A dan D gacha bo'lgan masofa esa 80 mm ga teng. Demak, talab qilingan o'lchamda biz AutoCAD dasturida to'g'ri to'rtburchakni chizib oldik. Sizlar bilan biz ikkita usulni ko'rib chiqdik. Birinchi usul absolut Dekart koordinatalar usuli edi. Ikkinchi nisbiy Dekart koordinatalar usuli. Mana uchinchi usulni siz bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu qutb koordinatalar usuli. Ushbu usulda kesmaning uzunligi L va uning x o'qqa og'ish burchak kattaligi berilib, so'ng klaviatura orqali terib kiritiladi. Qutb koordinatalar usuli quyidagi ko'rinishga ega. Kuchukcha L kichik belgisi alfa. Bu yerda kuchukcha so'nggi kiritilgan nuqtaning koordinatalarini 0 ga teng deb o'qiydi. L kesmaning uzunligi.
Mana chizmada AB kesma berilgan. Masofa A nuqtadan B nuqtagacha bo'lgan masofa L bilan belgilanadi va u sonlar raqami bilan kiritiladi. Ushbu kichik belgi L va alfa sonli qiymatlarni ajratib turadi. Alfa kesmaning x o'qi og'ish burchagi. Mana demak o x o'qiga nisbatan alfa burchak berilgan. Demak bu yerda biz ikkita o'lchamni kiritishimiz kerak ekan. Birinchi navbatda L o'lchamni, kesmaning uzunligi va uni og'ma chiziqni, demak x o'qi og'ish burchagi alfani kiritishimiz zarur bo'ladi. Agar mana bu chizmaga e'tibor beradigan bo'lsanglar, demak A nuqta chizma maydonining ixtiyoriy qismida LM yordamida belgilab olinadi. X o'qqa nisbatan AB kesma B nuqtaning koordinatasi quyidagicha aniqlanadi. Kuchukcha, ya'ni so'nggi kiritilgan nuqtani 0 deb belgilaydi hamda 60 bu L kesmani uzunligi va kichik belgisi 120, ya'ni 120 gradus x o'qqa nisbatan. Mana shunday vaziyatda demak B nuqtaning koordinatalari berilar ekan. Endi bu chizmaga e'tibor beringiz. Demak x o'qi 10 tomon 0 gradusga teng bo'lib, soat strelkasi yo'nalishining qarama-qarshi tomoniga nisbatan son qiymatlari o'sib boradi va u musbat sonlar bilan belgilanadi. Agarda pastki tomondan yo'naltiradigan bo'lsak, soat strelkasi yo'nalishi bo'yicha o'lchamni, u holda minus ishorasi qo'yiladi alfa o'lchamga. Demak x 0 gradusga teng agar gorizontal holatda 10 tomonga yo'nalsa, vertikal holatda yo'nalsa 90 gradusga teng bo'ladi. Chap tomonga gorizontal holatda yo'nalsa 180 gradusga hamda past tomonga vertikal holatda yo'nalsa 270 gradus bilan belgilanadi. Bularni hammasini biz demak quyidagi misollarda o'zlashtirib chiqamiz. Birinchi misol, uzunligi 60 mm bo'lgan va x o'qqa 120 gradus og'gan AB kesma chizilsin. Mana qizil qilib chizib qo'yibmiz AB kesmani. Demak, kesmaning uzunligi 60 mm ga teng hamda x o'qqa nisbatan 120 gradusda joylashgan. Demak, bu kesmani chizish uchun biz albatta kesma, ya'ni line buyrug'idan foydalanamiz. Line buyrug'i yuklangandan so'ng birinchi chizma maydonining ixtiyoriy qismida A nuqta LM yordamida kiritiladi. Undan so'ng kuchukcha 60 bu yerda L masofaga teng, ya'ni kesmani uzunligi va kichik belgisi. Undan so'ng necha gradusda x ga nisbatan og'ib turgan burchagi, ya'ni 120 kiritiladi va enter tugma bosiladi. Shundan keyin bu AB kesma chiziladi. Davomida AutoCAD dasturi yana keyingi nuqtaning koordinatasini kiriting deb savol beradi. Bizga taklif kiritadi. Bu holda biz kerakli talabni bajarib bo'lganligimiz uchun demak yana bir marta enter tugmani bosib buyruqdan chiqib ketamiz. Mana hurmatli talabalar, bizga berilgan birinchi misolni ko'rib chiqamiz. AB kesma berilgan. AB kesma x o'qqa nisbatan 120 gradusda og'ma vaziyatda joylashgan hamda AB kesmaning uzunligi 60 mm teng. Demak bu 60 mm L o'lchamga teng, 120 gradus alfa o'lchamga teng. Demak A nuqtani birinchi navbatda aniqlab olishimiz kerak. Buning uchun kesma buyrug'iga kiramiz. Yukladik kesma buyrug'ini. Endi chizma maydonining istalgan joyidan birinchi nuqta A nuqta ixtiyoriy joyda LM bilan kiritildi. Endi B nuqtaning koordinatasini aniqlash uchun kuchukcha kesmaning uzunligi 60 va kichik belgisi hamda burchagi 120 gradus klaviatura orqali terib kiritiladi va enter tugma bosiladi. Yana bir marta enter tugma bosib buyruqdan chiqamiz. Mana shu chizgan chizmamiz demak hozirgi vaziyatda uzunligi 60 mm teng hamda x o'qiga nisbatan 120 gradusga teng. Buni tekshirib ko'ramiz o'lchamda. X o'qiga nisbatan mana to'g'ri chiziq chizib oldim gorizontal holatda.
burchagini aniqlaymiz. Mana burchak. Mana chizmadan ko'rib turibsizlar. 120 gradusga teng bo'lyapti. Endi kesmaning uzunligini ko'ramiz. Kesmaning uzunligi bizda 60 millimetrga teng. Demak, qo'yilgan talab bajarildi. Hurmatli talabalar, qutb koordinatalar usulidan foydalanib mana bu quyidagi ikkita chizma chizilgan. Birinchi chizmada e'tibor bersangiz, ikki diametri 12 millimetrga teng bo'lgan teshikni orasidagi burchak 60 gradusga teng bo'lib turibdi. Demak, biz mana bu x o'qiga nisbatan bu yergacha, ya'ni burchakgacha bo'lgan masofasi 60 gradus bo'ladi. Mana shu chiziqni L masofada berib, keyin burchagini 60 gradusda kiritib, buni markazini aniqlab olishimiz mumkin bo'ladi. Endi bunisini aniqlashimiz uchun, demak biz yana shu x o'qqa nisbatan 0 ga nisbatan shu yergacha bo'lgan masofa 120 gradusga teng bo'ladi. Demak, kesmaning uzunligi beriladi. Undan so'ng burchak kiritiladi 120 gradusda. Shundagina mana shu ikki chiziq orasidagi burchak 60 gradusga teng bo'ladi. Yoki bo'lmasa mana bu uchta bir xil 6 millimetrga teng bo'lgan teshiklar orasidagi burchak 45 gradusga teng bo'lib turibdi. Bu yerda biz avval kesmaning uzunligini beramiz hamda burchagini beramiz 45 gradus. Bu yerda soat strelkasi yo'nalishi uchun ketayotganligi sababli -45 qilib kiritamiz. Mana bu masalan oddiy bir planka berilgan bizda. Buning mana bu tomondagi burchagi 60 gradusga teng, bu tomondagi burchagi esa 65 gradusga teng. Shunday vaziyatda detallarni chizish jarayonida biz albatta qutb koordinatalar usulidan foydalanib chizmalarni chizar ekanmiz. Ikkinchi misol, berilgan o'lchamdagi 120-80 millimetrli to'g'ri to'rtburchak chizilsin. Demak, biz qutb koordinatalar usulidan foydalanib chizamiz. O'lcham uzunlik 120 millimetrga teng, eni 80 millimetrga teng. Tomonlari kesmalardan tashkil topganligi sababli biz kesma buyrug'idan foydalanib chizmani chizamiz. Avvalambor birinchi kesmani yuklab olishimiz kerak bo'ladi, ya'ni line buyrug'ini. Undan so'ng chizma maydonining istalgan joyida A nuqta LM yordamida kiritiladi. B nuqtaning koordinatasi kuchukcha 120 kichik 0 klaviatura orqali terib kiritiladi va enter tugma bosiladi. So'ng C nuqtaning koordinatalari kuchukcha 80 kichik 90 terib kiritiladi va enter tugma bosiladi. Undan so'ng D nuqtaning koordinatalari kuchukcha 120 kichik 180, chunki bu yerdan chap tomonga qarab yo'nalyapti. Demak, klaviatura orqali kiritganimizdan keyin enter tugmani bosamiz. A nuqta bilan D nuqtani birlashtirish uchun demak yana RM, ya'ni sichqonchaning o'ng tugmasi bosiladi va u yerdan ochilgan ro'yxatdan zamknut opsiyasi tanlanadi. Shunda yopiq to'g'ri to'rtburchak hosil bo'ladi. Mana hurmatli talabalar, bizga demak uzunligi 120 mm va balandligi 80 mm teng bo'lgan to'g'ri to'rtburchak berilgan. Bu to'g'ri to'rtburchakni biz qutb koordinatalar usulidan foydalanib chizishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun masalan rangini tanlab olishimiz kerak. Siz bilan biz bilamiz qanday qilib rang tanlashni. Demak, xususiyatlar panelidan masalan mana shu yerdan rangini siniy ko'k rang qilib tanlab olaman va uni chiziq, uzluksiz chiziq continuous tanlayman hamda chiziqni yo'g'onligi 0.3 mm. Chizishni boshlaymiz. Dastur keltirilgan. Dasturda birinchi A nuqta istalgan joyda, chizma maydonining istalgan joyida tanlab olinadi. Buning uchun biz kesma buyrug'ini yuklashimiz kerak. Mana kesma buyrug'i yuklandi. Line первой точкаga o'tdi. Bizda birinchi nuqta A nuqta. Demak, mana shu yer menga qulay bo'ldi. Shu yerga A nuqtani LM yordamida kiritaman. Endi
B nuqtaning koordinatasini kiritishim kerak. B nuqta kuchukcha 120 mm bu uzunlik, kichik belgisi hamda 0 gradus 10 tomonga yo'nalayotgani uchun kiritdik va enter tugmani bosamiz. Endi C nuqtaning koordinatalarini kiritishim kerak. Buning uchun kuchukcha 80, kichik belgisi vertikal holatda yo'nalayotganligi uchun 90 gradusni kiritamiz. 90 enter tugmani bosamiz. Hamda keyingi D nuqtaning koordinatasini kiritish uchun demak kuchukcha 120, kichik belgisi 180 gradus chap tomonga yo'nalyapti. Mana kiritdik. Endi biz buni yopishimiz kerak. Demak, bu siz bilan bizga ma'lum qanday qilib buni yopish. 10 tugmani bosaman hamda zamknut opsiyasini tanlayman. Mana bizga talab qilingan to'g'ri to'rtburchak berilgan o'lchamlarda chizib olindi. Qutb koordinatalar usulidan foydalanib. Endi buni o'lchamini tekshirib ko'ramiz. Mana chizmadan ko'rib turibsizlar, 120 gradus holatda chizdik. Endi vertikal holatdagi o'lchamini tekshirib ko'ramiz. Mana 80 mm ga teng. 4-usul. Kesmaning uzunligini tezkor klaviatura orqali kiritish usuli. Ushbu usul odatda gorizontal va vertikal chiziqlarning chizmalarini chizishda juda katta qulaylik yaratadi. Bunda faqat kesma uzunligi klaviatura orqali kiritiladi. Bunday hollarda albatta holatlar qatoridagi o'rta yoki polarniy отслеживание tugmalaridan biri faollashtirib qo'yilishi kerak. Ulardan birini klaviaturadagi F8 yoki bo'lmasa F10 tugmani bosib faollashtirsa ham bo'ladi. 4-usulga bittagina misol keltirganmiz. Bu berilgan o'lchamdagi 120 ga 80 mmli to'g'ri to'rtburchak chizilsin. Demak, buning uchun biz avvalambor line buyrug'ini yuklab olamiz. Line buyrug'ini yuklaganimizdan so'ng birinchi nuqta A nuqtani chizma maydonining ixtiyoriy qismida elam yordamida kiritamiz. Undan so'ng kursorni gorizontal holatda tortamiz. Mana kursorni chizmada ko'rib turibsizlar, yo'nalish 10 tomonga yo'naltirdik va klaviatura orqali 120, ya'ni gorizontal holatda yo'nalyapti 10 tomonga kiritib enter tugmani bosamiz. Undan so'ng kursorni vaziyatini yana o'zgartiramiz, vertikal holatda qo'yamiz. Nuqtalar bilan uning trassirovkasi ko'rinib turadi. Mana kursor, yuklangan kursor va buning uzunligi 80 mm ga teng. Klaviatura orqali 80 kiritamiz. Bu holda kursor vertikal holatda joylashadi va enter tugma bosiladi. Undan so'ng C nuqta hosil bo'ladi. C nuqtadan biz chap tomonga kursorni yo'naltiramiz. Masalan, taxminan shu yerga kursorni qo'yib turib, yo'nalishini bu tomonga qilib va buning uzunligi 120 mm teng. Klaviatura orqali 120 kiritamiz, ya'ni kursor chap tomonga yo'naladi va enter tugma bosiladi. Va A nuqta bilan birlashtirishni siz bilasiz. Demak, RM bosiladi, uning ochilgan ro'yxatidan zamknut opsiyasi tanlanadi. Shunda yopiq holatda to'g'ri to'rtburchak hosil bo'ladi. Hurmatli talabalar, mana demak berilgan to'g'ri to'rtburchakni tezkor usulda chizish talab qilinyapti. Demak, buning uchun biz eng avvalo polarniy отслеживание tugmasini faollashtirib olishimiz kerak. O'rtoni ham faollashtirsa bo'ladi. Agar o'rtoni faollashtirsak, polarniy отслеживание o'chadi. Mana faollashtirdim o'rtoni. Polarniy отслеживание o'chdi. Endi bu bizga eng optimal variantlardan biri bu polarniy отслеживание. Mana polarniy отслеживание включёn dedi, ya'ni faollashtirib qo'yildi.
Endi tomonlari kesmalardan iborat bo'lganligi uchun biz kesma buyrug'ini yuklaymiz. Kesma buyrug'i yuklandi. Birinchi nuqta. Demak, bizga ma'lum birinchi nuqtani ixtiyoriy chizma maydonini istalgan joydan olishimiz mumkin. Masalan, mana shu yerdan birinchi nuqtani kiritdim. Endi kursorni o'ng tomonga tortaman. E'tibor berasizlar, trassirovka ko'rinib turibdi, ya'ni nuqtalar shaklida. Mana shunday vaziyatda qo'ymaysiz. Shunday vaziyatda qo'ymaysiz. Albatta mana shunday vaziyat qo'yish kerak bo'ladi. Ya'ni polyarnaya 130, masalan 9630 kichik 0 gradus. Bu gorizontal holatda joylashganligini bildirib turibdi. Endi bu yerda biz kesmani AB kesmani uzunligi 120 mm ga teng bo'lganligi uchun klaviatura orqali 120 raqamni kiritamiz va enter tugmani bosamiz. Endi kursorni vertikal holatda qo'yib olamiz. Vertikal holatda qo'yganimizdan keyin bu kesmani uzunligi 80 mm ga teng, 80 raqam klaviatura orqali terib kiritiladi va enter tugma bosiladi. Kursorni chap tomonga qarab tortamiz. Bunday qo'ymaysiz, bunday qo'ymaysiz. Mana demak, albatta gorizontal holatda qo'yish kerak. Kesmani uzunligi 120, klaviatura orqali teraman va enter tugmani bosaman. Bularni uchlarini bog'lash uchun demak RM bosiladi, ya'ni 10 tugma, 10 tugmada zamknut opsiyasi tanlanadi. Mana talab qilingan to'g'ri to'rtburchak berilgan o'lchamda chizib olindi. Endi mana shu chizmamizni aniq o'lchamda chizgan ekanligimizni tekshirib ko'rish uchun biz bunga o'lcham qo'yib tekshirib ko'ramiz. O'lchamlar qo'yish mavzusi alohida bo'lganligi uchun biz hozirgi mavzuda o'lcham qo'yishni o'rgatmaymiz. Mana kesmaning uzunligi 120 ga teng. Mana talab qilingan 120 mm o'lcham va uning balandligi mana 80 mm ga teng. Mana shu yerda ham o'lcham qo'ysa bo'ladi. Mana 80 mm. Talab qilingan to'g'ri to'rtburchak chizib olindi. Quyida esa mana shu yerda buni chizish uchun demak dastur keltirilgan. Hurmatli talabalar, mana sizlar bilan biz 4 xil usulda obyekt nuqtasining koordinatalarini kiritish usullarini ko'rib chiqdik. Endi sichqoncha yordamida obyektni tahrirlashni ko'rib chiqamiz. Chizilgan obyektni sichqoncha yordamida tahrirlash deganda obyektni cho'zish, qisqartirish va kerakli joyga ko'chirish tushuniladi. Bo'sh kursor yordamida obyekt tahrirlanadi. Demak, bo'sh kursorni shakli mana shunday. Mana masalan biz kesma chiziq chizib oldik. Birinchi bosqichda chizgan kesmamizni biz masalan cho'zishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun birinchi navbatda bo'sh kursorni ustiga qo'ysak va chap tugmani bir marta bossak, 3 ta dastalar hosil bo'ladi. Bu dastalarni ikkinchi bosqichda eng chetiga kursorni qo'yib turib yana bir marta chap tugmani bossak qizil rangga o'tadi. Undan keyin 3-bosqichda bu kesmani o'ng tomonga cho'zib yana sichqoncha yordamida belgilab qo'yish mumkin bo'ladi. Mana masalan ikkinchi chizilgan kesmani boshqa joyga ko'chirish. Buning uchun birinchi navbatda bo'sh kursorni qo'yib turib obyekt belgilanadi LM yordamida. Belgilangandan so'ng uni ustiga kursorni qo'yib turib yana bir marta bosiladi. Shunda mana bu dasta qizil rangga o'tadi. Qizil rangga o'tgandan keyin chap tugmani bosib turgan holda kerakli joyga buni ko'chirish mumkin bo'ladi. Mana hurmatli talabalar, hozir kesmani biz bo'sh kursor yordamida ma'lum bir miqdorda tahrirlashni ko'rib chiqamiz. Buning uchun mana kesma buyrug'iga kirdim. Mana kesma chizib oldim. Endi ixtiyoriy o'lchamda chizildi. Mana shu harakatlanib turgan shakl bu bo'sh kursorda buyurtiladi. Obyektni ustiga qo'yib chap tugmani bir marta bosaman. Bir marta bosganimdan keyin buni kesmaning ikki chetlarini belgilovchi va uning o'rtasidagi 3 ta ko'k kvadratlar hosil bo'ladi. Bu kvadratlar bular
bu dastalarda buyurtiladi. Endi shu kursorni ustiga qo'yib turib yana bir marta bossam qizil holatga keladi. Demak, mana o'ng tomonga tortib mana shu yergacha belgilayman va escape tugmani bosaman. Mana obyekt cho'zildi. Mana hurmatli talabalar, masalan berilgan kesmani boshqa joyga ko'chirishni hozir ko'rib chiqamiz. Bo'sh kursor yordamida. Buning uchun mana kesma chizib oldim. Ixtiyoriy o'lchamda. Endi mana shu kesmani masalan shu yerga ko'chirishimiz kerak. Buning uchun bo'sh kursorni ustiga qo'yib turib belgilayman. Belgilaganimdan so'ng buning o'rtasidagi dasta yana bir marta e'lon bilan belgilanadi va kerakli joyga ko'chirib qo'yiladi. Mana shunday vaziyatda ko'chirib qo'yish imkoniyatiga ega bo'lar ekanmiz. Misol uchun mana yana obyektni belgilab, buni chekka chap tomondagi qismini e'lon bilan belgilab turib, mana shunday vaziyatda o'zgartirishim mumkin. Yoki bo'lmasam, mana bunday vaziyatda o'zgartirishim mumkin. Yoki bo'lmasam, biror bir obyektni chetiga buni bog'lab qo'yishim mumkin. Yoki o'rtasiga qo'yib turib, obyektni kerakli joyga surib qo'yishim mumkin. Demak, shunday vaziyatda biz turli holatlarda buni tahrirlash imkoniyatiga ega bo'lar ekanmiz. Chizmani xotirada saqlash. AutoCAD dasturi ham boshqa dasturlar kabi bir xilda fayllarni saqlaydi. Masalan, har qanday chizilgan chizmani xotirada saqlash lozim bo'ladi. Buning uchun quyidagi amallar bajarilishi kerak. Birinchi, menyular qatoridan fayl bo'limi LM yordamida ochiladi. Ochilgan menyuning ro'yxatidan Сохранить как LM yordamida belgilanadi. Сохранение чертежи muloqotlar oynasi ochiladi. Ushbu oyna quyidagi ketma-ketlikda sozlanib chiqiladi. Hozir navbatdagi beriladigan chizmamizda raqamlar bilan belgilab qo'yilgan va chizmaga qarang va raqamlar bilan belgilangan tartibda sozlab chiqing. Mana hurmatli talabalar, bizda demak Сохранение чертежи muloqotlar oynasi ochildi. Birinchi qiladigan ishimiz, masalan, My dokumenti LM yordamida belgilanadi. Undan keyin Создать papku tugmasi bosiladi ikkinchi. Undan so'ng Новая papka ochiladi. Bu Новая papkaga biz masalan klaviatura orqali birinchi vazifa so'zini terib kiritamiz va undan so'ng Сохранить tugmasini bosamiz 4-bosqichda. Mana bu yerda ketma-ketlik saqlash dasturi keltirilgan. Mana bir My dokumenti bo'limi LM yordamida belgilanadi. Ikkinchi Создать papku bo'limi LM yordamida belgilanadi. Uchinchi Новая papkaga klaviatura orqali birinchi vazifa so'zi kiritiladi. 4-chi Сохранить tugma LM yordamida belgilanadi. Undan so'ng 5-birinchi vazifa papkasi ochiladi va imya fayli bandiga klaviatura orqali, masalan bizning misolda massiv elementlari nomi kiritiladi. Istagan nomni o'zingiz berishingiz mumkin bo'ladi. Undan so'ng 6-chi Сохранить tugma LM yordamida belgilanadi. Hurmatli talabalar, shu bilan biz butun mavzuyimizni o'tib bo'ldik. Endi uyga vazifa. Mana chizmadan ko'rib turibsizlarki, 4 ta detalni bitta ko'rinishi berilgan. Ushbu chizmalarni 4 xil obyektning koordinatalarini kiritish usullaridan foydalanib mustaqil chizing. Har bir katak 5 mm ga teng. Mana ko'rib turibsizlar, chizmada juda oson, tezkor usulda yoki bo'lmasam nisbiy Descartes koordinatalari usulida yoki bo'lmasam qutb koordinatalari usulida va 4-chisi, ya'ni birinchi boshida o'zlashtirganimiz bu absolyut Descartes koordinatalar usulidan foydalanib chizish. Har birini 4 ta usuldan foydalanib chizishingizni tavsiya etaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Mavzuni Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutining
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi kafedrasi mudiri Alisher Karimov tayyorlab sizga bayon etdi. E'tiboringiz uchun rahmat.